UNIV modelimizni bosh to'lovi qancha bilan chiqadi? Ovoz ham eshitilyapti. Bugungi obzorda sizlar bilan Chang'an UNIV modelini ko'rib chiqamiz. Sportivniy sport sedani. Bu modelimizni 2 turbo, adashmasam 245 ta ot kuchiga ega. Xuddi shunaqa 245 ta ot kuchiga ega. Aynan bu modelimizni 100 ga rasxodi 8-8,5 ta smeshni o'sha aralashiga 8-8,5 ta rasxod qiladigan model. Bundan tashqari razgon 0 dan 100 gacha 6-3 soniyada bemalol chiqib beradi. Salonni ichki rangini ham ko'ryapsiz, oranjiy rangda qilingan. Aynan nega oranjiy? O'zi avtomobilimizning 6 xil rangi mavjud, lekin o'sha 6 xil rangda ham ichi faqat oranjiy bo'ladi. Sababi o'sha sportivniy model bo'lganligi uchun ham o'sha sport sedanligi bilinib turishi uchun oranjiy rangda qilingan. Bu modelimizning 1.5 turboli varianti ham bor. Bu 1.5 turboli variantimizni 319 million 900 dan boshlanadi. Bunga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 356 million 900 dan boshlanadi. O'sha 2 turbo. Agar qo'l desanglar, hozir bitta mikrofon menda, bitta mikrofonni men guruchtiliga o'rnatib qo'yganman. İşte bunda o'sha vyxlopi bor, vyxlopini bitta tekshirib ko'rgandim. Ko'ryapsiz, ekran ham hozir o'zgaradi. Ovoz ham eshitilyapti. Ko'rib turganingizdek. Aytgancha buni yoqqan paytda o'zini spoileri bor. Spoiler avtomatik ko'tariladi. Endi keladi. O'sha orqa tomonni bitta ko'rib o'tamiz. Aynan sizlarga aytganimdek, sport rejimiga o'tkazgan paytda, ya'ni o'sha vyxlopni ishlatayotgan paytda spoiler o'zi avtomatik ko'tariladi, o'chirganda tushadi. Mana hozir o'zing ovoz qo'yib yubording demasligingiz uchun mana ikkinchi mikrofon. Aynan shu yerdan oldim, buni ovozini eshitib ko'rasizlar. Xullas, mana o'sha model. Xullas, mana o'sha model. Bu modelimizni sizlar Chang'an Toshkent avtosalonidan bemalol xarid amalga oshirsangiz bo'ladi. Avtosalon manzili Toshkent shahar Qo'yliq Rohat yo'lida joylashgan. Ertalabki 9 dan kechki soat 8 gacha ish faoliyatini olib boradi. 9 dan 6 gacha bepul test drayvlari ham bor. Narxini mana hozir aytib o'tdim sizlarga. 300 o'zinglar ham ko'rib olishingiz mumkin buni. 356 million 900 dan boshlanadi. 6 xil rangda mavjud. Grafik ma'lumotlari. UNIV modelimizni bosh to'lovi qancha bilan chiqadi? Eng minimum 120 million 120-125 million atrofida agar pulingiz bo'lsa, bosh to'loviga bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Aynan bu modelimizdan, ya'ni o'sha 356 million turadigan modelimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Agar sizlarga to'liq grafik ma'lumotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, to'liq grafik ma'lumotlarni menejerlarimiz orqali olsanglar ham bo'ladi. Kelsalar menejerlarimizni
sizlarga to'liq hisoblab berishadi. Bizani kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, undan ham qaynolarini hali yana ko'p bora chiqaramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.